Bilasizmi, dunyodagi eng boy futbolchi na Lionel Messi, na Cristiano Ronaldo emas. Uning boyligi ajoyib. Bular dunyodagi eng boy 5 ta futbolchi. 5-o'rin Erling Haaland, gol mashinasi. Manchester City'dagi ulkan maoshi va homiylik shartnomalari tufayli uning sof boyligi taxminan 370 million dollar deb baholanadi. 4-o'rin Kylian Mbappe. Maydonda juda tez, lekin biznesda ham. Uning shartnomalari, global hamkorliklari va reklama shartnomalari orqali uning sof boyligi zima 100 million dollarga yaqinlashmoqda. 3-o'rin Lionel Messi. 7 Ballon d'Or unvoni, Inter Miami CF'da ulush va Adidas bilan umrboqiy shartnoma. Uning boyligi hozirda 800 million dollardan oshdi. 2-o'rin Cristiano Ronaldo. CR Tujuh nafaqat futbolni zabt etdi, balki haqiqiy imperiya yaratdi. Al Nassr FC bilan ulkan shartnomasi, mehmonxonalari, kompaniyalari va xususiy yorliqlari uning boyligini milliard dollardan oshirdi. Lekin u hali ham birinchi o'rinda emas. Dunyoning eng boy futbolchisi hatto Yevropada ham o'ynamaydi. U Ballon d'Or mukofotini yutmaydi va keng jamoatchilik uchun deyarli noma'lum. Lekin uning boyligi shunchalik kattaki, bu reytingni butunlay buzadi. Agar kim haqida ekanini bilsang, uning ismini izohlarga yoz.